Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi universal dravlikamiz tayyor bo'ldi. Qashqadaryo viloyatiga klientimiz nomerlarini yozmabmiz. Qashqadaryoga universal hashe va donli mahsulotlar uchun mo'ljallangan. Mana somon chiqarib ko'rsatamiz. Xo'p, bu dravlikamiz universal. Buni motori mis motor. 2.700.000 so'm. Dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Xuddi shuni aluminlisi bor 3 kilovatli 2.300.000. Ham dastavkasi bepul. Bu 2.700.000 Ariol degan motorimiz. Mana 6.5 kilovat yozilgan, lekin 3 kilovat bo'ladi kuchi. Mana voltmetrlari bor. Bu yerda qizilsa o'zi tashavergan kulchatorlari avtomatlar bilan jihozlangan. Hop, bu dravlikamiz. O'sha xavfsiz dravlikasi hasheda tashlasalar ham o'zi tortib olib kirib ketaveradi. Qo'l bilan bosish shart emas. Mana bu og'zi 350 diametr bo'ladi. Shu 350 diametrga yarasha hashe tashlasalar ham o'zi tortib olib kirib ketaveradi. Xo'p, endi hozir bir ozgina yangilik qildik. Mana bu eski pichog'imiz 12 talik. 12 talik pichoq bu. Mana 12 ta bo'ladi. Endi hozir sal ko'proq malotkovoylik qildik. Hozir ochib ko'rsatamiz. Mana pichog'imiz, mana malotkovoylari ko'rinyaptimi? 7 ta og'ida, 7 ta bag'ida 24 talik pichoq bo'ldi. Bu ham o'sha xavfsiz, bu ham o'zi tortib olib ketaveradi. Buni narxi 200.000 qo'shiladi. Pichog'imizga narxiga 2.700.000 bo'lgan bo'lsa 2.900.000. Shunaqa pichoqli oladigan bo'lsalar, malotkovoyli olinadigan bo'lsa 2.900.000 bo'ladi. Mana eski pichog'imiz 12 talik pichoqdan olinadigan bo'lsa 2.700.000 bo'ladi. 200.000 qo'shilyapti. Hop, 3 xil setkasi bo'ladi. Mana bu kepak qilib bergani bu yormaga, don tushadigan hashedagi o'zida mana. Hozir shuni chiqarishni ko'rsatamiz. Mana oshiq-moshiqli setkalarni almashtirish ham oson. Orqasida kurchogi bor. Bo'ldi mana. Bekildi. Bu ham o'sha eski pichog'imizga o'xshagan, u hasheda o'zi tortib olib kirib ketadi. Hozir ko'rasizlar video davomida. Kalonkasini to'sib qo'ying. Mana maydaligi. Gurgut cho'pdan ham ingichka, ham urib maydalab tashadi, ham yumshoq. Mana. Xo'p. Ko'rdilar, ana xavfsiz, qo'l bilan bosish, qo'l bilan itarib turish shart emas. O'shanga sig'adigan hashe tashlasalar ham o'zi tortaveradi. Bitta pressda 1 minutga olib bormaydi. O'zi 1 minut hisoblasangiz ham normalniy natijada qo'l bilan bosib ko'p solishi shart emas. Motorni qiynamasdan yengil tashlab tursangiz ham o'zi 1 minutga chiqaraveradi. Bu quruq hamma hasheda chiqaradi. Paya, yerong'oq, moshpali, beda, yantoq, g'o'zapaya, makan sotasi bilan ham donli mahsulotlarni ham chiqaraveradi. Endi hozirgi kunda ikkita klientlarimiz paya chiqarib ko'rsating deyshodi. To'g'risi paya topolmadik. Hashe bozorga borib keldik ham quruq paya yo'q. Hamma silyos qo'yaryapti deyshti. Endi yana bir oqtarib ko'ramiz. Bitta ikkita joyga aytib qo'ydik. Paya kelib bo'lsa, quruq payani ham chiqarib ko'rsataveramiz.
Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Telefon raqamlarimiz shu. Eng arzon drabilkamiz 3 kilovatli alyumin motor bo'ladi, 2.300.000. Mononaqangi pichoqli bo'lsa 2.300.000 bo'ladi. Malotkovoylik bo'ladigan bo'lsa 2.5 million so'm bo'ladi. Razisasi 200.000 so'm bo'ladi. Lekin uni ham, buni ham chiqarish nimasi bir xil. Endi kimgadir malotkovoylik yoqadi, kimgadir shunday prostoy pichoq yoqadi. O'shanga qarab zakaz beraverasizlar. Dastavkalarimiz bepul.